iPhone'da iCloud paroli esdan chiqib qoldi. Uni qanday o'zgartirish mumkin? Buni ikkita yo'li bor o'rtoqlar. Birinchisi telefoningizni o'zini iCloud nastroykasi orqali, ikkinchisi esa veb-sayt orqali o'zgartirishingiz mumkin. Ikkalasi ham juda ham oson va hozir shu yo'llarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi usuli juda ham oddiy va ko'pchilik shundan foydalanadi. Nastroykaga kiramiz va bu yerdan akkauntimizga o'tamiz. Va chiqqan menyudan Безопасность degan joyga o'tamiz, ya'ni Вход и безопасностьga kirib, bu yerdan mana Безопасность qismidan izmenit parolni bosamiz. Kirayotgan vaqtimizda Face ID yoki telefonimizning blogidagi parolni so'raydi. Kirib bo'lganimizdan keyin esa o'zingiz xohlagan parolni qo'ysangiz bo'ladi. Maslahat berardim, imkon boricha esingizda qoladigan parol bo'lgani yaxshi. Chunki keyinchalik ham uzoq vaqt foydalangan vaqtingizda eslab qolishda yordam beradi o'rtoqlar. Ikkinchi usuli bu veb-sayt orqali, ya'ni Apple'ning o'zining maxsus sayti bor, iforgotapple.com degan. Bu saytni video izohida qoldiraman, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Pastroqqa tushganimizda Reset Password degan joy bor. Bu yerga kiramiz. Kirganimizda bizda parolni o'zgartirishni ikki xil yo'l orqali o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni xohlasangiz email orqali, xohlasangiz telefon raqamingiz orqali o'zgartirishingiz mumkin. Ko'pchilikda muammo bo'ladi, ya'ni emailni yo'qotib qo'yadi yoki esdan chiqarib qo'yadi. O'sha vaqtda maslahat beraman, telefon orqali, ya'ni telefon raqamingizni kiritib, o'sha iCloud parolingizni o'zgartirib olishingiz mumkin. Agar telefon nomeri ham o'chib ketgan bo'lsa, unda maslahat beraman, o'sha telefonga, ya'ni iCloud qo'llangan telefon raqamingizni tiklatib, ana undan keyin iCloudingizni parolni o'zgartirishni. Chunki eng oson yo'llardan biri shu. Mana shu ikkita yo'l juda ham oson, unchalik qiyin emas. Bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha, men ismim Javohir. Sizlarning ismingizni bilmayman, lekin yangi videolarni ko'rishguncha sog' bo'linglar.